xil rejimda ishlaydigan glyushitr qo'yganmiz, qon trassasini qo'yganmiz va tornado nitro rejimlarini o'rnatib berganmiz. Hozir qilingan ishlarni ko'rsatamiz. Oldi qismiga rezonator qo'yganmiz. Rezonatordan keyin xil rejimda pultda ishlaydigan glyushitr qo'yib berganmiz. Vakuum asosida pultda ishlaydi. Trassasi 51 diametrda nejayga bo'lgan ishlar mumkin. Ovozi pultda boshqariladi. Olib knopkada boshqariladi akalar. Hozir ishlashlarni ko'rsataman. Hozir pult yopiq holatda. Yozib beradik. Pultni ochamiz. Endi tornado nitro rejimlarni ishlashini ko'rsatamiz. Yozib beradik. Ovozi pultda boshqariladi. Tornado nitro rejimi esa knopkada boshqariladi. Salonning ichida bo'lgan knopkasi va o'yinchilar ham qo'yib beramiz. Kimga shunday sifatli xizmatga kelarsa, telefon qilishlaringiz mumkin.